Assalomu alaykum aka. Starline'da metkasini yozishni o'rganamiz. 7 marta valet knopkasi bor. 1 2 3 4 5 6 7 marta bosib zajganini yoqamiz. Blokdan ovoz chiqadi. Keyin metkadagi knopkasini bosib ushlab turib, batareykasini qo'yamiz, knopkani qo'yib yuboramiz. Qizil migat qilishni boshlaydi. Bo'ldi, blokdan tit-tit qilib bitta ovoz chiqadi. Keyin telefondan Bluetooth qidiramiz. Starline signalizatsiyasi chiqdi, bosamiz. 6 ta 0 1 2 3 4 5 6. Yana blokdan ovoz chiqadi. Ikkinchi telefonni ham xuddi shunaqa. 5 tagacha ustroysiga qo'shsa bo'ladi. Bitta ham chiqdi. 1 2 3 4 5 6 sajda. Bo'ldi. U hamma ustroysidan ulab bo'lgandan keyin zajganini o'chiramiz. Bo'ldi. Yoqildi. Endi Starline приложениеga kirib, Samsungga настройкаga kiriladi. Bluetooth разрешить berib, Starline tanlab qo'yiladi. Bo'ldi, Bluetoothdan ishladi. Keyingi telefonni Bluetoothni o'chirib turamiz. Keyingi telefondan Bluetooth. Hop, keyingi telefondan buni настройкаga kirib, настройка Bluetooth yoqib qo'ysak bo'ldi. Bunisi ham Bluetoothdan ishladi. Qaysi biri birinchi paydo bo'lgan paytda Bluetoothga sразу ulamaveradi. E'tibor bering, rahmat.